Tillo 8 ming dollarga qarab chiqadi. Eron oliy rahbari o'ldirildi. AQSh va Isroil Eronga urush e'lon qildi. Raketalar Bahrayn, Kuvayt, Saudiya Arabiston, Dubayga qarab uchmoqda. Ha do'stlar, mana shu oxirgi 2 kun ichida urush boshlandi. Ammo kelinglar biz mana shu hodisalarni geosiyosat va siyosat nuqtai nazaridan emas, balki moliyaviy bozorlar nuqtai nazaridan tahlil qilamiz. Hozirgi vaziyatni moliyaviy bozorlar risk nuqtai nazaridan baholamoqda. U yerda 3 ta risk bor. Geosiyosiy risk, neft ta'minoti va inflyatsiya orqali FRS siyosatiga bosim. Avvalambor neft, tilloni oxirroqda aytaman. Neft, agar Ormuz bo'g'ozidagi holat yaxshilanmasa, neft premium orqali do'stlar narxi o'sishni boshlaydi. OPEC plus dobichani oshirmaydigan bo'lsa, bu ham neft narxiga plus bo'ladi va neft narxi yuqoriga qarab ketadi do'stlar. Agar holat sekin asta yaxshilanishni boshlasa, neft korreksiya fazasiga kiradi. Bu yerga diplomatik yechimlar kerak bo'ladi do'stlar. Ikkinchisi bu oltin. Oltin xavfsiz aktiv. Dushanba kuni katta ehtimollik bilan neftga o'xshab gap bilan yuqoriga qarab narxi ochiladi. Keyingi hafta faqatgina yuqoriga qarab ketadi. Ekspertlar aytmoqda, 2026-yilning oxirigacha oltin narxi 8 ming 10 ming dollarga chiqishi mumkin. Ammo bu yerda FRS siyosati va dollarning o'sishi ham do'stlar oltinga bosim ko'rsatadi. Agar inflyatsiya yuqori bo'lsa va foiz stavkalari oshadigan bo'lsa, demak oltinga bu katta bosim bo'lib, korreksiya fazasiga kirishi mumkin. Dollar global likvidlik markaz. Agar risk saqlanib qolsa, eskalatsiya saqlanib qolsa, dunyo kapitali dollarga qochadi. Deskalatsiya bo'lsa, dollar bosim ostida qolishi mumkin va bu yerda FRSni monetar siyosatini ham esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Agar urushlar bo'ladigan bo'lsa, demak, iqtisodiy tizimda xavf bor degani, kapital indeksdan qochadi, mamlakatdan qochadi, S&P 500 o'z kuchini yo'qotishni boshlaydi. Bundan tashqari, neft narxi o'sishi inflyatsiya xavfini kuchaytiradi. Bu esa aksiyalarga yoqmaydi, ularga bosim bo'ladi. Narx pastga qarab ketishi mumkin. Hozirgi kunda Bitcoin bosim ostida. Deskalatsiya bo'ladigan bo'lsa, narxi yuqoriga qarab ketishi mumkin. Ammo hozirgi vaziyatda Bitcoinni biz yanada pastroq darajalarda ko'rishimiz mumkin.